Ovozini qaranglar, shunaqangi zo'r chiqdi. Даже o'zim kutmagandim bunaqa natijani. Bodringlarni olamiz, ikkita tarafini olib, shunaqa qilib pichoqda hamma yog'ini teshib chiqamiz. Bundan keyin chesnok olasizlar. Chesnoklarni ham pare qilib to'g'rab olasizlar. O'zingizlarga qulay bo'lsin, xohlasanglar ko'proq solsanglar bo'ladi. Keyin ozgina ukrop to'g'raymiz. Ukroplarni yuvib oldim. Yuvib ukroplarni to'g'rab olasizlar. Endi joylashib boshlaymiz. Bodringlarimizni taxlaymiz, ustidan chesnok, uni ustidan ukrop. Ikkinchi qatori ham xuddi shunaqa qilib qaytaramiz. Bodring, chesnok, uni ustidan ukrop. Endi eng zo'r joyga keldi. Yaqinroq kelinglar. 2 qoshiq katta qoshiqda shakar, 2 qoshiq tuz solasizlar. 1 litr gazirованный Toshkent suv solasizlar. Gazlangan yaxshilab aralashtirib tashab, shu bodringimiz ustidan qo'yib 12 soatga xolodilnikga qo'yib qo'yasizlar. Shunaqa mazasi zo'r bo'ladi.